Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz mashhur nevrologlar tarafidan ishlatiladigan Activigin dori vositasi haqida gaplashmoqchimiz. Activigin dori vositasi xotiraga insultdan keyin va tomirlarni tozalovchi dori sifatida tavsiya etiladi. Bugun biz bu dori haqida nimalardan tayyorlanishi, qanday ishlatilishi haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Demak, Activigin tarkibi nima? Activigin tarkibi o'sha buzoqlarni qonidan olinuvchi maxsus modda hisoblanadi. Gemoderivat deyiladi. Bunda nima deyiladi? Degani bu oddiy til bilan tushuntiradigan bo'lsak, murakkab proteinlar olib tashlanadi, faqat past molekulali mahsulotlar qoladi xolos. Aminokislota, nukleozidlar va mikroelementlar kabi mahsulotlar qoladi. Demak, qanday mexanizmda ishlaydi deyilganda, shu kislorod va moddalar almashinuvini yaxshilab beradi va energiya almashinuvi yaxshiligi tufayli hujayra o'z ishini yaxshi bajaradi. Activigin dori vositasi nimalarda ishlatiladi? Activigin dori vositasi yo'riqnomasi bo'yicha insultdan keyingi holatlarda ishlatiladi. Ikkinchi holatda kognitiv uzilishlar, ya'ni xotira pasayishi, diqqatni jamlay olmaslik holatlarida ham ishlatish mumkin. Yana bir tavsiyasiga ko'ra, u periferik qon aylanishini yaxshilab beradi, ya'ni periferik qon tomirlaridagi qon aylanishini maromiga keltirib beradi. Keyingi ishlatish o'rinlari, ya'ni diabetik polineuropatiya, ya'ni sahr kasalligi sababli kelib chiqqan oyoqlardagi, qo'llardagi uyushlar, qandaydir noxush hislarni yo'qotishda yordam beradi. Va maz ko'rinishlar shakllari ham mavjud. Bu mazlari terini regeneratsiyani, ya'ni qayta tiklashni ham yaxshilab beradi. Activiginni qanday ko'rinishda chiqadi degan savollar ham bo'lishi mumkin. Activigin 3 xil ko'rinishda chiqadi: ampula, maz va tabletga holida. Ampulalar asosan o'tkir holatda tezroq yordam berish uchun ishlatiladi. Tabletkalar shu o'tkir holatdan keyingi ushlab turuvchi holatda 2-3 oy davomida ishlatiladi. Mazlari o'sha terini yaxshilash uchun mahalliy ishlatishga tavsiya etiladi. Demak, qanday holatlarda qo'llash mumkin emas degan savol bo'ladi. Albatta, hamma dori kabi Activiginni ham allergiyasi bor bemorlarda qo'llash mumkin emas. Yurak yetishmovchi bo'lgan bemorlarda, o'pka shishi bo'lgan bemorlarda mumkin emas. Undan tashqari homilador ayollarda ham faqat agar shifokor tavsiya etganda ishlatish mumkin xolos. Bir narsa ham subyektiv bir fikrimiz bor. Activigin dori vositasi dunyo miqyosida olib qaraydigan bo'lsa, juda ko'p davlatlarda ishlatilmaydi. Asosan MDH, Rossiya davlatlarida ishlatiladi. Sababi yetarli isbotlangan bazaga ega emas deb ishlatiladi, lekin bu ko'pchilik shifokorlar tomonidan ishlatib kelinadi. Buni hali turli xil bahslarga sabab bo'ladi. Hali ochiq qolmoqda qanchalik effekti bor degan haqida. Demak, asosiy sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar sizda ham Activigin dori vositasini qo'llagan bo'lsangiz, sizga qanday yordam bergan yoki bermaganligi haqida kommentariyada yozib qoldiring. Bu haqida bilish bizga va qolgan kuzatuvchilarimizga ham albatta juda qiziq. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va videolarimiz yoqqan bo'lsa, o'z tanishlaringizga ulashib qo'ying.